Allahu nurus semavati vel ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. أولاً iddisini her qandaq buzg'unchilikdan paklash kerak. Bu buzg'unchilik qaysi? Allah Qur'oni Karimda deydi: "Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin." Men o insonlarga oldi tarafdan, orqa tarafdan, o'ng tarafdan, chap tarafdan kelaman. Ey Allah, sen ularning ko'pinchisini sana shukr etkichlar bo'lib topmaysan dedi. Ya'ni sana ishonchlar bo'lib topmaysan dedi. Bu nimani bildirdi? Ha? Shayton adamning oldi tarafidan keladi. Ya'ni oshkor holatda, ha, Allohgina, payg'ambargina, dinkina, ha, qiyomatgina deb qira, ko'rsatmani qiyomatni deb Alloh qarshi holatda Allah bergan shuncha pokitlar, shuncha haqiqatlar har bir narsani ko'rmay oldidan insonni ozdirishni oshkor qiladi. O'ng tarafdan keladi. Ha? Insonni har turlik dunyo xalqlariga, mol dunyoga iqtisod qilishni aldab keladi. Yoki o'ng tarafdan keladiki, odamni halakal mutanattiyun, bak chinchilik qil. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo olgan bizni g'azab qilg'ishlar yo'llarning, ya'ni ezib ketganlarning yo'liga emas, to'g'ri manganlarning yo'liga boshig'in degan. Ya'ni bizning yo'limiz o'rta hal yo'l degan bo'ldi. Biz islom dinida rohib emas, dunyodan, xotindan, iqtisoddan, puldan hammasini voz kechib emas, balki har bir narsani Alloh bergan ne'matni, aqlni, ruhni, iymonni, hidoyatni, barliq iqtisod hamma narsani Alloh rozi bo'lgan yo'lga ishitish, Alloh paylanishga, buyurgan bo'yicha paylanishga, buyurgan. Shuning uchun iblis o'ng tarafdan kelish orqali odamni chinchilik yetaklab, oxirisida dindan chiqaradi. Uchinchisi, shayton odamning orqasidan keladi. Ya'ni har turlik dinni faqat odamning ko'nglidan qoldirib qo'ydigan, jamiyatda o'rni yo'q, hayotda o'rni yo'q, dunyoda o'rni yo'q, amaliyotda o'rni yo'q. Alloh subhanahu va taolo yo'lida mustahkam turish, islomni amallashtirish hayotiga hech narsa yo'q. Iqtisodi, e'tiqodi, amali, avlodi, balavoqlari, turmushi hammasi Alloh rozi bo'ladigan yo'lga ishitilmaydigan. Faqat men Allohni tunib qo'ysamdan bo'ladigan deydigan murjiilik dindan yiroqlashib ketgan yo'lga boshlaydi. Yoki chapidan kiradi. Dunyodagi har qanday narsa hammasi bizning hayotimiz. Bizga faqat dunyo lozim, turmush lozim deydigan dinsizlikdan iborat. Dunyoda faqat nima yesang, nima ichsang, nima kiysang o'zingning ixtiyori, yashab olgin deydigan xato bo'lgan tunishni, dinsizlikni, Allohning dinidan chiqishni, o'zining ilohini tonimaslikni, dunyoda faqat hayvondek yashashni odamga tanadigan mushundaq tarafdan keladi. Shuning uchun biz va har qanday bir musulmon, avvalan musulmonlar jamoati Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni bo'lgan nuri hidoyat bilan shaytondan panoh so'raymiz deydi ekanmiz. Shaytonning yuqorqidek yomonliklaridan doim panoh tilashimiz kerak. U yomonliklarning eng ko'rinarliki qaysi desa, e'tiqodda, fikrida, e'tiqodda seni shirk yetaklagan, fikrida seni dinsizlik, ozg'unlik, shahvaniyatchi har qanday narsani qilsa yomonlikqa ma'nodan fikrlar yetaklagan. İlim, bilimde senin tutkan yolların, üyengen dinin ve seninki ağam bilimlerin kalbin, ruhun, hayatınga, emniyetinge tasir kılmaydıgan, kılgan davet hizmetlerimizde şeytanın tasiri bilen ihtilap, bölünüşünü köp payda kılıdığan Allah Teala ve din ve İslamiyetke köp davet kılıştığın köprak, özünün hususi buğan, tallıvağan, fikirleri köp davet kılıdığan Allah'ın, peygamberinin, İslam dininin umumi buğan, nur hidayetiki davet kılışı kemburuduğan. Sapa, düşünce cihatte katmallık, azgınlık, yamanlık, yaman iddia, yaman fikirlerini özüge asas kılıldığan. Cemiyet cihatte günah masiyet, şeytanın kendini girip gitiş, şehvaniyet, ayol ve kızlar cihatte her kandak birisinin evvelen kalbi ruhi, vücudu, hayatı, iman nuru bilen, İslami hidayet bilen, İslami boğan, akideden bizelmesik din ibaret boğan. Şehvaniyet yolları cemiyetke keng taraf kılış. Muşundak azgınlık, iqtisadi cihetten Allah subhanahu wa ta'ala yolu çıkım kılışka koşakmaydıgan, bağ çıkımı özü ve ailesi ve cemiyetinden aşmaydıgan, ülgülü kopkan çağda
men chiqim qilib olsam bo'ladi ekan, Xudoning dini uchun haylab olsam bo'ladi ekan deydigan, ilm yo'lida monopol qilib o'qishda qattiq tirishib o'qib, o'qqandan keyin buni yetkazmaydigan, o'rgatmaydigan, da'vat qilmaydigan jamiyatdagi yaxshi niyatlik musulmonlar, yaxshi da'vat qilayotgan kishilarning da'vatini keng tarqalishga, uni hamkorlashib, uni tuzitib, yaxshi bo'lgan nur qilishga yordamlashmasdan, balki jamiyatda yaxshi bo'lgan da'vatning oldida to'sqinchilik qilib soladigan ahvollar. Mana bu shuning hammasi shaytonning bizga ko'rsatgan yomon ta'sirlari. Turmuqqa kirib qolgan, ya qamoqqa ilinib qolgan birodarlarimizga endi oxirat azobi bor, lekin bu dunyomi qattiq ekan deb shundoq Allah rozi bo'lgan yaxshi niyat, yaxshi aqida, yaxshi bo'lgan barliq kuch-quvvatini Allah uchun ishitish maqsadi bor birodarlarimizni turma yoki har turli qiyin qistoq azoblardan qo'rqish, Allohning nur hidoyatini, to'g'ri bo'lgan islom hidoyatini yetkazishdan to'sab qo'ydigan har turli jamiyatdagi fitna ig'vo so'zlar, men haqni so'zlasam nima bo'la, haqni desam qanday bo'la deb turib, Allohning nur hidoyati, Qur'onini so'zlashni to'sab qo'ydigan mana shundoq shaytonning bizga har tarafdan qurish yo'lishi mavjud. Shuning uchun mush shaytondan kim bilan panoh so'raymiz, kim bilan qutulaymiz? Bu insonmi Allohning quli? Menmi ham sizlarmi har birsinglar Allohning quli? Qarindoshlarimiz hammamiz ayol bo'lsin, qizlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, ash kofirlar bo'lsin, hammasi Allohning quli. Mushu qullar ishida, mushu qullarning qullari qildigan yomonligidan saqlanishimiz uchun kimga tanishimiz kerak? Birinchisi Allohga tanishimiz kerak. Alloh har qanday bir odamning ojizligini biladi. Har qanday bir odamni, har qanday bir narsani Alloh boshqaradi. Shunda bo'lganlik uchun birinchi qilib biz shunga mush Qur'oni Karimni o'qishdan burun Alloh bilan panoh so'raymiz deb Allohga sig'inishimiz. Alloh taolaning yordam bilan insoniy shaytonlarning har turli yomon bo'lgan suiqasdidan saqlanishimiz. Jinni shaytonlarning har turli ko'zimizda ko'ra olmaydigan jinni shaytonlarning yomonligidan saqlanishimiz kerak. Ammo biz o'zimizning kuchurallan odam shaytonlardan, jin shaytonlardan saqlanaman deydi ekanmiz. Uning nima qildiganligini biz bilmaymiz. Bilganimizdan bu ba'zan chaqda Alloh subhanahu va taolo yordamga saqlanmaymiz. Shuning uchun har ishdan burun qalbimiz, vujudimiz bilan Allohning panohiga kirishimiz. Ikkinchi qilib biz auzu billahi minash shaytonir rojim degan Allohning panoh so'rashni, ya qul a'udhu birabbil falaqni faqat og'zimizda tushkuriblam, tushkurib o'qib qo'yiblam to'xtamasdan, balki Muhammad alayhisalom sahobalar qilgandek Allohning tarbiyasi, payg'ambarning tarbiyasi, jinni shayton, insoniy shaytondan saqlanadigan ishlarni, aqidalarni, ibodatlarni, amallarni, harakatlarni, da'vatlarni, birliklarni, tirishchanliklarni qilishimiz kerak. Şuna Allah in tansurullah yansurkum. Allah'a yardım bersanglar, Allah'ın dinini müstahkem tursanglar, sizlarga Allah yardım verir deydi. Ama özümüz oğulluk kılıp qopsama, Bismillah deb ishdan chiqsa, musulmonga zulm qilib qopsama, Bismillah deb ishdan chiqsa, musulmonga chiqimchilik qilib qopsama, Bismillah deb ishdan chiqsa, musulmonni tutqilib qopsama, o'ltirgilib qopsama, dinsiz diyardagidek Bismillah deb ishdan chiqsa, o'zi musulmon deblam atab, her türlü cihattin yamanlıkka yeteklise, o vakitte bu özüne auzu billahi mineşşeytanirracim Allah'ın tanımı yaptırıp şeytanını panoh so'rayman degan ma'nosi menda şeytanını panoh so'rayman degan bo'lib qoladi. Shu jihatdan bir qoldiramiz. Biz o'zimizni shayton qilmaydi. Biz Allohga ishonamiz deydi ekanmiz. Dunyodagi Yevropa ya dinsiz, ya kafir, ya murtad her türlü Allah'a karşı bo'lgan shaytonlarning qilig'ini do'rimaydi. Ularning iddisini doğramayla, ularning hareketini doğramayla, kız oğullarımız, ve özümüzle açık yürüyüş, buzukçılık kılışka yüzenmeyle, ağzımız, kalbimiz, ruhimiz, vücudumuz, hareketimiz, hayatımızda Allah nuruyla başkuruyla. Allah bu şeytandan panoh so'rashni bizga auzu billahi deb o'g'itib qo'ymasdan 30 par Qur'onni, hadisni, Rasululloh alayhisolamning hayotini iborat bo'lgan butkul hayotini, hatto tug'ilgandan tortib qabrga kirib bo'lgan Allohda mush shaytonni panoh so'rashdan uchun qilingan tarbiya, so'zlar, ibodatlar, axloqlar, hidoyatlar, deyilgan duolardan tortib her türlü hatta bir cinayet kısasa kıldıgan pişaymanlığını tatip hemen Allah subhanahu wa ta'ala bizi uyutup boğan. Biz şeytanın panoh so'raymiz. Endi ba'zilar so'rashi mumkin. Ya men bir Allah subhanahu wa ta'alaga burun ishongan odamdim. Endi ishongan vaqtimda Alloh bilan panoh so'raydim. Endi panoh so'rag'im ba, qanday so'rayman degan bo'lsa, buningga javob shuki, sen va biz va har qanday bir musulmon darhol so'rang. Çünkü Allah subhanahu wa ta'alaning sifati Tavvob. Allah her qanday darhol pushayman qilishini qabul qiladi.
Meyli qandaq bir şeytanni doğurgan bolsunuz, günah masiyetçi bolgan bolsunuz, şirk itiqat kirip qalgan bolsunuz, azgın yolga kirip qalgan bolsunuz, xata işanı qilib qalgan bolsunuz, yoki her türlük musulmonlarga aziyat yazgan saradigan yo'lga minib qalgan bolsunuz, darhol pushaymon qiling. Namozni tashlagan bolsunuz, o'g'irlik qilib salgan bolsunuz, hatto zina fahish qilib salgan bolsunuz, darhol Alloh subhanahu va taolo tarafga kelib, "Auzu billahi minash shaytonir rojim." Shaytonni doğurgan şu hayotimdan, şu shaytonlardan Alloh bilan panoh so'rayman. Cemiyette her türlü eski alaqlarını o'rnatib salgan, buzg'unchilik o'rinlariga berib salgan qiz o'g'illar bo'lsangiz, darhol mushu "Auzu billahi minash shaytonir rojim" o'qib, siz majja yolg'on og'izda ba amaliyati yo'q, ruhi yo'q, hayotida iymon yo'q, yolg'on aldamchini doğurmay, siz darhol o'zingizning yomonligidan darhol yening. Şunu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billahi ve bil yevmil âhiri ve mâ hum bimuminin yuhâdi'ûne Allâhe vellezîne âmenû ve mâ yakhda'ûne illâ emsuhum ve mâ yeş'urun. Bu ayetin kıskını manisi Allah'ını, onun peygamberini ve Allah'a işengellerini aldımakçı bulur deydi. Hemmedin çoğun aldaş, Allah'ını aldaş. Ben Allah'a işini men, peygamberi işini men, İslam işini men, İslami hizmetler, İslami emeller, İslami buğan, dini buğan ibadetlerini kılımen deyip koyup zinadan özümünü saklayalmasak, oğurluktan özümünü saklayalmasak, Müslümanlığa aziyet verişini özümünü saklayalmasak, Allah razı bulduğun yaxşı ibadet, yaxşı amellerini kılış, tirişçallık kılıp yaxşı amellerini kılışka özümüzü öndeyemesek, günah masiyetini irak duralmasak, o vakitte biz şeytana özümüzü kul kılmalıyız. Şuna Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Rızı'nın hülen Mekke'den Medine'ye hicret kılan vakitte Gâr-ı Sevri işi kirip aldı. Şu vakitte Ebu Bekir'e eğer kafirler putunun astı qarab qalsa bizni ko'rab qoladi ey Rasululloh degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom deb javob berdi. La tahzan innalloha ma'ana. Ishni pishirma Abu Bakr. Cho'qim Alloh biz bilan billah. Alloh bizni saqlaydi dedi. Demak, Muhammad alayhisalom bu yerda nima ish qildi? G'ori Savriga chiqib uning ishi kirdi. Amaliyotda Allah Subhanahu va taoloning dushmanlaridan saqlanadigan amaliy sababni qildi. Ham shundaqla Alloh taologa panohlanib, Allohdan yordam so'radi. Biz birinci qilib sababni joyida qilishimiz, kafir şeytanlardan saqlanadigan yaman amallar, ya yaman amal bayani o'zgartishimiz yoki yaxshi amallarni paydo qilishimiz, kafirlarning yaman aziyatlari, yaman asirliklari qarta bardashlik berib, yaxshi bo'lgan Allah razı bo'lgan muhitni barpo qilishimiz kerak. Mushuning hammasi Allah Subhanahu va taologa qaytib kelish, Allohga ishonchi bolashan bo'ladi. Hammamizni Allah Subhanahu va taolo Auzu billahi mineşşeytanirracim. Xudoning rahmetidan qo'llangan Allah Subhanahu va taoloning nazaridan tushgan shaytondan iborat bo'lgan odami va jinni shaytonning yomonligidan Allah Subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman. Eng muhim ogohlantirilish va ogoh bo'lishimiz tegishli masaladan birisi Allah iblisning so'zidan naql qilib so'zgan vaqtida iblis la'aqudanna lahum siratakal mustaqim dedi. Men o insanların ezip ketiş üçün, insanlarını azdırış üçün senin ravrus yolun üstüde olturman dedi. Bunun manisi nima? Bu her bir alim, dini bo'lgan da'vatchi, ustozlar, mudarrislar ve her bir İslami bo'lgan aqida ve hidayet ve şerbi hayaga ega bo'lgan onalar, qizlar, singillar her bir qirindoshlarimiz alohida ahamiyat berishga tegishli ham diqqat tegishlik bir masala. Demak, kafir şeytan azg'un insonlarni şeytan azdırdı. Lekin ulardan bakroq Allohning dinida mustahkam turgan, da'vat qilayotgan insonlarning oldida inson şeytanlı bo'lsin, ya jin şeytanlı bo'lsin, iblisning qo'shini olib ketgan iddisi, fikri, hayoti insan şekilde bo'lsin, iblis bo'lib ketgan insonlar, mana shunda insonlar, bularning masjidlari, da'vat o'rinlari, ibodat o'rinlari, dars o'qitish, da'vat qilish o'rinlari, har turli yaxshi bo'lgan islomiy uy, imorat, manzillari yurib turga doim xiris qiladi. Doim ularni xotirjam qo'ymay, ozdirib, yavolliq yetaklaydi. Unda bo'lgandikin doim musulmonlar mushundaq kelgan fitna, yamanlıklarda nima o'ylash kerak? Shu akagachilar cho'qim shaytonning fikriga kap qapto deb qarash kerak. Shunga musulmonlar ishiga nurg'ulg'an dunyoda, nurg'ulg'an tajovuzchilar har turli yo'llar bilan musulmonlarni ozdirish uchun tirishib ketadi. Mushuning hammasi shaytonning tuzoqlari.
Namazını tutuşudu, rozunu tutuşudu, ibaretini tutuşudu, mescidini tutuşudu. İkincisi, çokum Allah Subhanahu ve Taala ularning oldidan, orqasidan, o'ngdan, chap tarafdan keladi dedi. Üstü bilan ostining gibini qilmadi. Buningga ulamalar tafsir berib, inson qalbi Allohga bog'lansa, ruhi Allohga bog'lansa, Allah Subhanahu ve Taalaning nur hidoyatini qabul qilsa, asli deganimiz Allohga sajda qilsa, Allohning buyruqini ijro qilsa, Allah Subhanahu ve Taalaning hidoyatini o'zining oilasi jamiyatida davomlashtirsa, Allohning nur hidoyati va Allohning rahmati, Allohning tarbiyasi ishida yashasa, Allah Subhanahu ve Taalaga doim cho'qinish, ibodat qilish, Allah Subhanahu ve Taala to'sqan harom denish, halolga ahamiyat berishni yashasa, Allah Subhanahu ve Taala igi bo'ladi, degan bo'ladi deydi. Hem shundaqla, shayton ko'pincha buzg'unchilik, fohishbozlik, her türlük cemiyetki buzg'unchilik soladigan ish-ishlat o'rinlaridan bakroq musulmonlarni shundaq o'rinlarga aldaydigan, aldab apiradigan mushundaq o'rinlarda to'la o'ltirib oladi. Shuning uchun balavoqlarimizni her türlük yomon iddiaga o'zimizni va o'zimizning atrofidagilarni yomon iddiaga, yomon buzg'unchilikqa, yomon askilik yetaklaydigan qarindoshlaridan, do'stlaridan hazır elishimiz kerak. Yoki ularni to'g'ri boshimiz kerak. Çünkü Allah "Valam attakhiz fulanan khalila." Men fulanını do'st misam bo'libdi ekan, payg'ambar bilan bir yo'l tutsam bo'libdi ekan, deb qiyomat kunida pushaymon qiladi deydi. Har birimizni Allah Subhanahu va Taala ilahi nur bilan ruhiyatimiz, vujudimizni, hayotimizni yorutsin. Her birimizni Allah Subhanahu va Taala "Auzu billahi mineşşeytanirracim" degan oyatning tafsiriga amal qilib, butkul dunyodagi musulmonlarni Allah Subhanahu va Taala barliq insan ve cin şeytanlarının ruhi ve ameli ve ailevi ve cemiyet her türlü yamanlıklarını saklasın. Ailelerin fitne talakka düşüp bölünüp gitişinden, dinsizliğinin kendini gitip dinsiz bulup gitişinden, azgın guruhlarının kendini gitip her türlü yaman yolunu kılışinden, Allah Subhanahu ve Taala karşı boğan fikirler kelip kılışinden Allah Subhanahu ve Taala öz saklasın. اللهم ربنا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وصحبه أجمعين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب